Ketdik. Bugun bizani homiladorlik marafonimizni birinchi kuni. Har kuni soat 3 da mana shu kanalda men sizlarga homiladorlik haqida oson, yengil bilimlar beraman. Homiladorlikni oson, tabiiy dorilarsiz o'tkazish haqida. Mana hozir ko'rdim, 90% odam meni umuman tanimas ekan. Birinchi marta ko'ribsizlar. Meni atim Ziyora. Yoshim 35 da. O'zi yoshimni aytmoqchi emas edim. Chunki yosh aytish kerak emas deb his qilaman-da. Chunki yosh yo'q narsa. O'zingiz qanaqa his qilsangiz, o'sha sizning yoshingiz. Tak, men 3 ta homiladorlik va 3 ta tug'ruq, tabiiy tug'ruqqa boshimdan o'tkazganman. Shu paytgacha 12 yildan beri oilaviy dori doktorlardan chiqib ketganmiz. Deyarli bormaymiz. Bolalarimiz ham kasal bo'lmaydi, bo'lsa ham o'zi tabiiy dorilarsiz tuzaladi. Xuddi shunaqa men ham, turmush o'rtog'im ham umuman dori ichmaymiz. Bunga sabab ikkita. Bittasi psixologik sabab, chunki hamma kasalliklar bu ruhiyatdan, psixologik sabab ildizi psixologiyada bo'ladi. Ya'ni biz kasallik orqali ko'p naf olamiz. Misol uchun, endi u har xil sabablari bor. Kasallikning eng katta sababi bu sevgi olish atrofdan. Agar siz o'zingizni sevgingizga ulansangiz, ichingizdagi tugamas manbaingizga hech ham kasal bo'lmaysiz. Ikkinchi sabab esa biza organizmimga, masalan, men hech qanaqa spiral, gormon, dorilar tekistirmaganman. Qanaqa bunaqa ozg'insiz deyishadi. Sababi organizmga siz xalaqit qilmasangiz, siz qiynalmaysiz. Tanangiz idealni ishlab beradi. Tanamizda har bir inson tanasi rosa kuchli, idealni. Homiladorlarning ham tanasi, tug'ruqli ayollarning ham soppa-sog'miz, faqatgina ortiqcha ximiya, dorilarsiz yashash kerak. Ular bizani bir ishdan chiqaradi. Vot. Men o'zi kimman? Men 12 yildan beri shu farzandlarim tug'ilgandan keyin juda ham kuchli tabiiylik bilimlarini o'rgangan insonman. Chet el bilimlarini, tabiiy dorilarsiz hayot, ikkinchidan tabiiy gormonlarsiz saqlanish metodi kurslari muallifiman. Uchinchidan lazzatli tug'ruq kursi muallifiman va ayollarga umuman mazza qilib tug'ishga yordam beraman. Va yengil, qushdek yengil homiladorlik kursi ham muallifiman. Aslida u katta kurs, lekin marafonda ham zo'r bilimni beraman sizlarga ulgurganimcha. Homiladorlik ham aslida dorilarsiz, ortiqcha tekshiruvlarsiz, ortiqcha xarajatlarsiz, keraksiz tanaga aralashuvlarsiz o'tsa, homiladorlikda ham siz bolangizga travma bermaysiz. Bugun как раз mavzuyimiz toksikoz va bolaga travma bermasdan homiladorlikni o'tkazish mavzusi. Bugun planim qanaqa? Hozir o'zimni tanishtirib bo'lganimdan keyin sizlarga toksikozga yengil psixologik yordam berish bilimi bilan bo'lishaman. Undan keyin bolani travmasiz homiladorlikda, chunki homiladorlikda travmalar beriladi bolaga. Qanaqaligini tushuntiraman. Uchinchi, meni umuman travmalarsiz, yirtilishlarsiz, og'riqlarsiz, muammolarsiz, asoratlarsiz tug'ruq eng oson mazza tug'ruqqa tayyorlash kursimni, pulli kursimni taqdimoti bo'ladi. Har kuni o'sha kursim haqida gapirib beraman. Planimiz shunaqa. Tak, o'g'ilga hisoblab berishingizni so'ragan bo'lardim, ilojim boricha. O'g'ilga hisoblamayman, qizlar. Lekin men sizlarga bepul bilim berganman bu bo'yicha, bilganimni o'zingizlar hisoblab olsanglar bo'ladi. O'zi hayot rosa osonda, juda ham oson. Misol uchun tug'ruq rosa oson, oddiy jarayon. Unda hattoki og'riq emas, kayf olish mumkin bo'lgan jarayonda. Ayollar faqatgina shu jarayonlarni bilimsizligi sababli qiyin, katta muammolarni keltirib chiqaradi. Xuddi shunaqa homiladorlik ham juda ham oson, yengil davr, 9 oylik davr aslida rostlik ham quvonchda o'tish kerak. Nimaga? Sababi biz homiladorlikda gormonlarimiz, baxt gormonlarimiz 1000% bo'ladi. Nimaga bola tuqqandan keyin rosa yig'loqi, depressiyaga tushib qoladi 40 kun davomida. Chunki o'ylang, har doim quvonch his qilayotganingizda uchib yuradi o'z homiladorlar.
to'q bo'lganingizdan keyin bu gormonlar rezko pastga tushib ketadi. Sizlarga eshitilyaptimi ko'chani ovozi? Rezko tushib ketadi, depressiyaga tushib qoladi ayollar. Aslida o'sha tabiiy depressiya. Sekin keyin tana уже gormon tepadan tuqqandan keyin pastga tushgandan keyin уже keyin sekin o'rta me'yorga keladi. O'sha narsaga vaqt berish kerak. Umuman o'sha hamma bilimlarni bilib olganimdan keyin men aslida bu bilimlarni qayerdan o'rgandim? 12 yil oldin shunaqa ayollar bilan tanishib qolgan edim. Ayollar вообще uyda doktorlarsiz tug'adigan super woman ayollar edi. Ular bilan tanishganimda ular men o'zim tuqdim. Umuman tug'ruq bu ayol o'ziga bo'lgan ishonchi uladigan jarayon. Hamma ayollar undan keyin bir travma olib qo'rqib qoladi. Tug'ruqdan aslida tug'ruq bu imkoniyat. Ayollar o'zini kuchiga ulanish imkoniyati. Agar siz tug'ruq davomida polniy doktorlarda hammadan uzilib o'zingizga ulanib spokойно bolangizni tug'siz, keyin любой ishingizni bemalol xotirjam o'zingizga ulanib qila olasizda. Ko'pchilik ayol bolachaga o'xshab tutadi. Tug'ruqda vahma qilib, panikaga tushib, bilimsizlik qilib mana shu bilimlarni bilib olganimdan keyin o'sha ayollardan birinchi o'rganganman. U payt u kurslar o'tardi, dollarga o'tardi. Lekin o'sha ayoldan mana shu energiyasini yuqtirganman. Hamma kurslarda o'qib chiqqanman. Tabiiy onalik kursida, u ham bolalarni dorilarsiz katta qilaman. Antibiotik bolam ichmagan hech qachon deganda, voy, mana shunaqa xohlayman deb havas qilasiz-ku. Shu zo'r his ekanda, havas qilish. Ixlos qilganman. Voy, bu bo'lmagan gap deb kimdir ixlos qilolmaydi-yu, lekin menda mana shu ixlos tuyg'usi kuchli. Keyin o'sha ayoldan o'rganganman. O'sha bilimlarni rostdan hozir 12 yil davomida dorilarsiz yashaymiz o'zimiz ham. Вообще antibiotik ichmagan bolalarim, больницаga yotmagan. Bu oddiy narsa men uchun. Любой ayol, любой o'zbek oilasi bunga kela oladi. Faqat bilimdan ham tashqari psixologik xotirjamlik rosa muhim. Shuning uchun men 2017-yil psixologiya bo'yicha professional kursga psixologlikka o'qib, o'z diplomatiyani bitirganman. Lekin undan keyin men shu sohaga qiziqib, o'qib, o'zimni chet elga 5 marta borganman. Shu ichimdagi ishonchni oshirish uchun, shu ishonchni keyin bera olishim uchun. Chunki ko'pchilik o'ylaydi kurslarda bilim 5 minutda tushuntirib yuboring, qanaqa oson tug'adi va inson siz o'zingiz o'zgarishingiz kerak. 100% mehnat qilib, 1 oy davomida siz kursda o'qishingiz kerak. Bo'lmasam siz bitta mana bunaqa qiling desam tug'ruqda hammasi esdan chiqib ketadi. Siz lekin ishingizdagi ishonchga kelasiz, o'zingizga ishonib borib, bemalol любой joyda to'xtab tashlaysiz. Suvda ham, больницada ham farqi yo'q bo'lib qoladi. Hammasi ayolning o'ziga bo'lgan ishonchi. Shuni kursda ayniqsa beraman, lekin undan tashqari tabiiy va tibbiy bilimlarni ham beraman. Yana o'zim rosa depressiyada yashaganman 2017-yilgacha, chunki hayot mazmunini yo'qotib qo'yganman-da, quvonch yo'q edi. Diplomatiyada zo'r institutda o'qirdim o'sha payt, keyin bolam bor edi shirin, lekin ichimda quvonch, apatiya edi, вообще his yo'q edi. Lekin men shu bilimlarni psixologlik o'qigandan keyin bu bilimlarni berishni boshlaganman. Ham tabiiy, ham psixologiyani birlashtirib berish boshlaganimda depressiya chiqib ketgan. Men shunda tushunganman, meni missiyam, qalb kasbim ayollarga shunaqa oson, oddiy, tabiiy, dorilarsiz quvonchda yashashga yordam berish va meni retritlarimga, psixologik darslarimga ayollar aynan o'zini quvonchini, baxtini yo'qotib qo'ygan, o'ziga ulanib, boricha o'zini yaxshi ko'rib, mazza qilib shu bor tanasida-da, mana shu o'zini sevib, boricha sevib, baxtli yashashga yordam beraman. Shu bo'yicha mutaxassisman. Ya'ni 3 ta mutaxassisligim 3 ta desa bo'ladi. Tug'ruq va oson homiladorlik bo'yicha mutaxassisman. Spiralsiz hayot, tabiiy saqlanish bo'yicha, tabiiy homilador bo'lish bo'yicha va 4-tinchisi bu dorilarsiz yashash o'rgataman. Rosa bemalol bunga kela olasizlar. Dorilardan polni chiqib keta olasizlar, lekin hozir bu kursda emas. Meniki shunaqa kurslarim bor. Har oy har xil kurslar o'taman va 4-tinchisi psixologik ayol o'zini boricha sevib, odamlar fikridan uzilib, o'zini ichidagi sevgisiga cho'milib yashashiga yordam beraman. Tak, bu men haqimda informatsiya edi. Endi esa asosiy qismiga o'tamiz. Tak, meni eshityapsizlarmi?
mana so'rashsa tabiiylik bo'yicha qanaqa tajribangiz? 12 yillik tajribam. Chunki qizim tug'ilganidayoq o'sha boshlaganman bu bilimlarni o'rganib hayotimda qo'llashni. Lekin 7 yildan beri ayollarga konsultatsiya, seminarlar orqali bu bilimlarni berib yordam beraman. Уже 100lab, 200lab homiladorlarga oson, mazza qilib bayramdek tug'ishga yordam berganman. Sizlar ham shunaqa safiyalarga qo'shilinglar. Havas qildim dorilarsiz hayot mavzusiga. Agar bu bilimlar o'sha tabiiy onalik kursim bo'ladi 2 oydan keyin, 2 oy ichida, balki undan vaqtli. Обязательно qo'shilinglar. Agar butun umr dorilarsiz milliard dollarlarni butun endi 100 yilda milliard so'm ketadi-yu dorilarga. O'sha milliard so'mlarni ekonom qiladigan kurs bo'ladi. Qanday yo'qotsam bo'ladi? Kimda endi savol, kimda toksikoz bor? Plus qo'yinglar. Или toksikoz deb yozib yuboringlar. Kimda toksikozdan muammo bor? Plus qo'yib yuboringlar. Toksikoz menda bor. Toksikoz. Lazada to'g'ri debsiz. Shunda og'riq bo'lmaydimi shunda? O'zi og'riq yo'q narsa, to'g'riqda. U umuman boshqacha narsa. O'sha og'riqqa miyamiz unga nom berib qo'yadi. Uni lazzatdek yashashni o'rgataman. Xuddi o'sha ощущениyalar sizda bo'ladi, lekin to'g'riqda, masalan, kursimda 1 soat ichida o'rganib olmaysiz. Lekin agar yaxshilab his qilib har kuni eshitsangiz, miyangizda kimdir 3 kun ertadan kechgacha eshitdi, уже voyjar men 100% o'zgardim dedi. Chunki miyada bunga bo'lgan munosabat o'zgarsa, o'zingizga ishonchingiz bo'lsa, spokойно, baqirmasdan spokойно, hattoki mazza qilib xursand bo'lib turasiz. Даже o'zingizni kuchingizga, уверенностьingizga ulanasiz. To'g'riqqa tayyorlanish kursim 1 oy davom etadi, lekin ichida rosa ko'p ma'lumotlar berganman. Вообще mazza qilib eshitadigan. Bolaning suvi kirlandi. Menda bo'lmagan toksikoz. Menda bor. Davri toksikoz davrida. Tak, endi sizlarga toksikoz haqida gapirmoqchiman. Srazu aytaman. Toksikozga davo yo'q. Srazu aytaman. Nimaga? Toksikoz bu psixologik muammo. Toksikoz bu birinchi navbatda tana bolani boshida qabul qilmayapti-da, itarib yuboryapti. Tana uni xuddi qayd qilasiz-ku, qayd qilganda ovqatni biz itaramiz-ku. Xuddi shunaqa tana bolani itarib yuboryapti. Men ruhiyatda, ongda bolaga qarshi o'y-fikrlar bor-da. Где-то 3-4 oydan keyin ko'pchilikda toksikoz cho'kadi, bilasizlar? Nimaga bunaqa itarish bo'ladi? Nimaga ayoli tanasi bolani itaradi? Chunki bizda qo'rquvlar bor-da. Masalan, birinchi ona bo'lsangiz ham, ikkinchi ona bo'lsangiz ham bola bilan birinchi qo'rquv tug'ruq jarayonida qo'rquv, voy shu bolam uchun hozir qiynalib tug'aman. Ikkinchi qo'rquv hammada har xil qo'rquv. Lekin men eng keng tarqalganlari, ikkinchisi bu bola bilan eplaymanmi, yaxshi onamanmi? O'ziga talabi kuchli insonlarda toksikoz juda kuchli bo'ladi. Men zo'r ona bo'lishim kerak, bolam eng baxtli katta qilishim kerak. Siz xohlaganingiz emas, barim Xudo xohlagani bo'ladi, Alloh xohlagan bo'ladi. Chunki uni уже bitilgan taqdiri bor-da, uni rivojlantiruvchi taqdiri bor. Biz o'ylaymiz, ideal nimadir narsaga уже kibrimiz yopishadi. Men zo'r katta qilishim kerak, hamma menga havas qilish kerak. Bu ham talab insonni. Yo'q, men qanday o'zim qo'limdan kelgan maksimumni qilaman. Qanday katta qila olsam, shunaqa katta qilaman deb qo'yib yuborishingiz bilan toksikoz qo'yib yuborishi mumkin. 4-chi qo'rquv, misol uchun, turmush o'rtog'i bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Erim yaxshi ota bo'ladimi? 5-chi qo'rquv bola pul bilan bog'liq mumkin. Pul bilan bog'liq qo'rquv. Kelajakda biz eplolmaymizmi? Ko'p pul ketadimi? 6-chi qo'rquv, men shu farzandimga vaqt ajrata olmaymanmi? Ishla olmaymanmi? Shunaqa, bu qo'rquvlarni siz birinchi nimaligini tushunishingiz kerak. Qaysi ichingizda boshida yo'q, menda qo'rquv yo'q deb aytishingiz mumkin, lekin agar sizda toksikozmi, demak aniq bor. Bo'lsa siz просто jim yurib, kuzating ichingizda nima o'y xayol bo'layotganini. Ya'ni aytmoqchimanki, har bitta ayol o'zini kuzatishni bilish kerak, ichida nima bo'layotganini. O'shanda siz anglaysiz. Agar siz kuzata olmasangiz, to qaysidir psixolog bilan o'zingiz ixlos qilgan, men ham psixologman agar xohlasangiz, ixlos qilgan insoningiz bilan
lekin hozir olmayapman, chunki vaqtim yo'q. Hozir oson tug'ruq kursim boshlanadi. Shuncha уже 3 kundan keyin qabul yopilib, уже kurs boshlanadi. Vaqtim bo'lmaydi. Kursdagi qizlar bilan band bo'laman. No, mana shunaqa ixlos bo'lgan psixolog siz bilan chuqur gaplashadi, savollar beradi, raskopka qiladi va ichingizdagi o'zini anglamagan inson boshqa insonni yordamini vaqtiga, mehnatiga to'lov qilib, o'sha qo'rquvingizni chiqarishingiz mumkin. Bu narsa даже hozir efirda ham men sizni topolmayman qo'rquvingizni, chunki bu yerda слишком ko'p odam, har bitta insonni o'ziga xos sababi bo'ladi. Endi qanaqa qilib uni yengillashtirish mumkin? Shu savolni bergingiz kelayotgandir. Qaranglar. Men qanaqa yordam berganman? Hamma narsa bizani kayfiyatimizga bog'liq, to'g'rimi? Misol uchun qarang, agar biz ichimizda nimadir og'rib turgan bo'lsa, buni ustiga yana ko'nglimiz aylanayotgan bo'lsa, diqqat markazimiz voy jabrdiydalikka kirib ketamiz. Voy, shu ham yetmadi, ko'nglim aylanayapti deb vibratsiyalarimiz tushib ketadi-da, faqat yomon narsa haqida o'ylab, hamma narsa chuqur, yomon his qilinadi, to'g'rimi? Agar ichingizda ham kayfiyatingiz ham yo'q, bu yerda yana toksikoz, hamma narsa bitta paytda xuddi boshlangandek. Lekin agar biz ham mazza qilayotgan bo'lsak, hozir masalan mazza qilib ko'chada aylanib o'rtog'imizdan gaplashib keldik, mazza qilib raqsga tushibamiz, mazza qilib o'zimizga yaxshi ko'rgan ishimizni qilamiz, mashg'ulotlarimizni, misol uchun mazza qilib rasm chizamiz. Men bugun masalan mazza qilib rasm chizdim kuni bilan, qizim bilan, kichkina qizim bilan. O'shanda sizga ham siz kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, sizga ko'nglingiz aylanishi bilinmaydi. Men o'zim bu degani, demak siz shu toksikoz qiynalayotgan bo'lsangiz ham o'zingizga qiziqayotgan, mazza qilayotgan narsalarni qo'shishingiz kerak hayotingizga. Masalan, mana bunaqa narsa borda, mashinada yursam, ko'nglim aynaydi-da. Har doim emasda, aynan charchab, energiyam past yoki qanaqadir ham ichimda qanaqadir ham qo'rquv yoki og'riq bo'lsa, mashinaga o'tirishim bilan o'sha ko'ngil aynish bilinadi, kuchli bo'ladi, xuddi toksikozdagi. Lekin agar xursand bo'lsam, energiyam ko'p, bugun masalan toqqa ketyapmiz, o'sha yo'lni og'iri yoki o'sha yo'ldagi ko'ngil aynishi bilinmaydi, sezilmaydi. Chunki energiyangiz baland bo'lsa, sizda toksikoz boshqa narsa bilan miyangiz band bo'ladi. Duqlanish bo'yichami? Nimadirdan qattiq qo'rqib ketgan Feruza. Bolangizga bo'lgan hamma talab shartliklarni olib tashlashingiz kerak. U sizni yoningizda o'zini bemalol расслабленный his qilish kerak, bo'sh his qilish kerak farzandingiz. O'shanda unda duqlanish yoki anorez kabi muammolar bo'lmaydi, siyib qo'yish. Bu boladagi hamma muammolar bu uni ota-onasining o'ziga bo'lgan bosimidan. Ota-ona o'ziga bo'lgan bosimdan voz kechib, keyin bolasiga bo'lgan bosimdan. Qanaqadir o'g'il bola bo'lish kerak, yig'lamaslik kerak, bir nimalar. Agar bola yoningizda 100% erkin, xohlagancha bo'la olsa, ota-ona bu u uchun qalbini uyidi, ota-onani. Ota-onani oldida hamma erkinliklarni ko'rsatadi bola. Borib, mana bolalarim qaynonamnikida farishta bo'lib oladi, yonimda hammasini ko'rsatadi. Bu zo'r. Bu degani ota-onani oldida u qo'rqmasdan o'zini namoyon qila oladi. Voy, nima meni oldimda yig'laysan, nima mehmonga bo'lsa yaxshi bo'lib qolasan deymiz. Aslida bu zo'r. Demak, bola sizga ishonadi deganida. Tak. Qizlar savollar o'zgarib ketibdi. Bugun faqat toksikoz haqida gapiramiz. Ertaga yangi mavzu bo'ladi. Surpriz bo'ladi. Ertaga ertalab kanalga kirsangiz yozaman nima mavzuligini. Bugun toksikoz va homiladorlik travmalar haqida. Marafonlarimiz 40 minutcha davom etadi. Shuning uchun toksikozda endi tabiiy yordam nima ichsam bo'ladi deyishingiz mumkin. Misol uchun ayol kishi o'zi his qilish kerak-da. Ko'ngil aynaganda nima yordam beradi unga? Kimdirga pomidor yesa yordam beradi, kimdirga apelsin yesa yordam beradi, kimdirga
qo'rq yesa yordam beradi. Masalan, hammada har xil o'zingizni produktingizni topib olishingiz kerak. Atrofdan qidirmang, siz o'zingiz nima hozir yegim kelyapti. Menda nima bo'ldi? Kecha ko'nglim aynidida nimadirdan kelib apelsin yedim. Srazu yengil bo'ldida. Yana bitta narsa, yalpizni damlab ichish ham sizni toksikozingizni yengil qiladi. To есть siz hammasini ichib ko'rishingiz kerak. Ko'ngil ayniganda nima yordam bersa, toksikozda ham shu narsaga yordam berishi mumkin. Lekin polniy voz kechmoqchi bo'lsangiz, to kuzating, qaysi meni qo'rquvim bor. Endi qo'rquvlar bilan qanaqa ishlash? Uni albatta qo'rquvni chuqur bilmagandan hozir individualniy javob bera olmayman, lekin umumiy javob beraman. Qo'rquv har doim bizani o'zimizga bo'lgan sevgimiz va qo'llab-quvvatlashimiz yetmagandan bo'ladi. Toksikoz haqida savolinglar bormi yana? Toksikoz shunaqa narsaki, u har doim ayollar hozirgi kunda yoki kelajagida o'ziga bo'lgan sevgisi yetmaganligidan bo'ladi. Qo'rquv ham xuddi shunaqa narsa. Qo'rquv, masalan, ertaga imtihonni eplolmaymanmi deb qo'rqamiz, yo'q? Aslida yo'q, mayli imtihonni eplasam ham, eplamasam ham, men o'zim qo'llab-quvvatlab o'shandan o'taman. U eplamasam yana o'taman va oxiri erishaman deb ichingizda sevgi bo'lsa, men eplamasam o'zimni sevmayman, menga mumkin emas, mag'lub bo'lish, mana shunaqa insonlarda qo'rquv kuchli bo'ladi. Agar siz mag'lub bo'lsangiz ham, g'olib bo'lsangiz ham sevib, qo'llab-quvvatlab o'ta olsangiz, to sizda qo'rquv bo'lmaydi. Xuddi shunaqa onalik. Masalan, onalikda bolam bilan qiynalsam, hech qisi yo'q. O'sha paytda kursda o'qiyman yoki kursda o'qiy olmasam, YouTube'da bepul videolar ko'raman, o'zimga yordam beraman. Onalikda o'xshamasa ham, yaxshi ona bo'la olmasam ham, mayli jonim, qo'limdan kelgan maksimumini qilding san deb qo'llab-quvvatlab o'tib ketaman desangiz ham, o'sha qo'rquvingiz chekinadi. Qo'rquv har doim o'zimizga bo'lgan sevgining yetishmasligidan. Toksikoz har doim qo'rquvdan. Toksikoz yana shunaqa bo'lishi mumkin. Shu orqali siz bechora bo'lib sevgi olish. Ko'p ayollar bechora bo'lib sevgi olgisi keladi. Shuning uchun ham ko'p kasal bo'ladi ayollar. Toksikozda ham shu qo'ynim ayniyapti, erim. Toksikoz bo'lmasam ham turmush o'rtog'imdan agar mehr xohlasam so'rayman. Meni achomlab qo'ying, menga shirin so'z gapiring, rosa xohlayapman, rosa xursand bo'laman. Buning uchun men toksikoz kasal bo'lishim shart emas deb o'zingiz bilan mana shu aytolmadim, miya dedi hamma, mana shu yerda agar hammasini o'zgartirsangiz, shunaqa oson hayot. Tak, hozir demak toksikoz haqida savollar tugagan bo'lsa, men tug'ruqdagi emas, homiladorlikdagi travmalar haqida gapirib bermoqchiman. Bitta tajribamni bo'lishmoqchiman. To'g'ri, sizlarda ham bunaqa tajriba bo'lmasligi uchun. Men o'zim Balida doktorlarsiz, umuman dorilarsiz tuqqan ayolman. Chunki havas qilganman o'shanda bitta ayolga. Rostdan ham o'sha bu даже hozir уже 10 yil bo'ldi. 2014-yili o'g'limni qiynalib tuqqanman. Birinchi, ikkinchi farzandim hamma ayollarga o'xshab qiynalib, razriflar bilan, hamma ayollarga o'xshab bolamni siqib qo'yib, keyin nevropatologlarga qatnab, pullar ketkizib, mana shunaqa tuqqan ayol bo'lganman. Xuddi hamma O'zbekiston ayollaridek. Lekin 3-farzandim bunaqa bo'lmaydi. Men farzandimni soppa-sog' tug'aman deb rosa ko'p kurslarda o'qiganman. Chet eldan kurslar topganman. Lazzatli tug'ruq mumkinligi haqida informatsiya kelgan o'zbek ayollaridan. Ularning kurslarini tugatib, menga to'ymaganman-da. Butun nima kitoblar bo'lsa o'qiganman bu bo'yicha, nima maqolalar o'rganman. Shunaqa tuqqan ayollar bilan Baliga borib gaplashganman. Balida 1 yil, Turkiyada 2 yil yashaganmiz. Shu 3 yil chet elga borib, shu bilimlarni rosa o'rganganman. Keyin mana 3-farzandimni вообще og'riqlarsiz maza qilib tug'dim. Balidaligimizda tug'dim. Hech qanaqa doktorlar ham kerak bo'lmadi, chunki bu oddiy, oson jarayonligini tushundim. Вообще soppa-sog' tug'ildi. Hozir 2 yildan beri 1 so'm pulimiz ham nevropatologga ketmadi. 1 so'm pulimiz ham doktorga ketmadi, chunki bola tug'ruqda asosiy travmani tug'ruqda oladi. Shuning uchun ham men bu kursni masalan qimmat deyishsa, aslida siz yillar davomida nevropatologga ketkizgan pulingizdan bu 100 barobar
bitta narx bu pulga 100% arziydi. Shuning uchun ham men past narx qilmadim, chunki bu kursni mehnat qilib o'qish kerakda, o'shanda miyangiz o'zgaradi. Если o'zini narxidan past qilishi mumkin emas edi, chunki qiymati juda ham baland. O'ylayman, bolamga bittam doktorga bu bilimlar mani bolamni soppa-sog' tug'ib, ham o'zim ham hech qachon yirtilmasdan 4 kilo 100 bolani yirtilmasdan tug'ganman. O'zimda ham umuman nevrologiический или ginekologический kasalliklar yo'qda. Ginekologga ham pulim ketmaydi. Полный aptechkani o'rnini bosa oladigan bilimlarni berganman. Shuncha pulni ekonom qiladigan bilimlar. Ayollar mana shunaqa bilimlarga pul ayiydi, lekin boshqa joydan tajribalar orqali baribir shu xulosalarga kelar. O'zimga ayamasam bo'lar ekan deydi, lekin bu qiyin tajribalardan o'tish kerak emas-da. Chunki rostdan hayot juda ham oson. Juda oson to'g'ri. Juda ham oson, oddiy jarayon. Faqatgina ayol bilim deganim bilimga emas, his qilib olishingiz kerak. Aynan o'sha bilimni tajribasidan o'tkazgan insonlarda. Mana shu maza qilib tug'dim va ixlos qilganlarga o'rgatyapman. Tug'ruq kursimga ham qabul bilmayman qachon ochiladi. 3 kundan keyin yopiladi. O'sha guruh yopamiz. O'sha guruhga 1 oy davomida o'rgatamiz. Oson, maza qilib tug'ish, yengil dorilarsiz homiladorlikni o'tkazishni, tug'ruqdan keyin tiklanish bilimlari, katta kurs, maza qilib o'qiysizlar. Men uni Balida bo'lganimda yozganman u kursni, chunki tug'ib bo'lib srazu svejeligida informatsiya yozganman. Hozir hech narsa o'rgatmaysizmi shunda? Nega o'rgatdim-ku? Yoki endi kirdingizmi defektolog? Farzandlaringizga vaksina ham olmaysizmi? Menda yoqmaydi, vaksina lekin majbur qiladi. Hayotingizni o'zingizni qo'lingizga mas'ul etyapman. Mana vaksina menga majbur qilishadi, unaqa qilishadi. Bu o'ziga ishonmagan insonning gapida. Lekin siz agar o'zingizni ichki ovozingizga ulanib olsangiz, o'zingizga ishonchga, chunki bilim menga ishonch bergan, tajribali bilim ishonchga ulanib olsangiz, siz hech narsadan qo'rqmaysiz, o'zingiz qabul qilasiz. Hech kim sizni majburlamaydi. Bo'ldi, sen mas'uliyatni olasanmi o'zingga deb so'rashadi, ha? Bo'ldi, mas'uliyatni o'zingga olsang, mas'uliyatni o'zingizga olishga tayyormisiz? Biz mas'uliyatni ololmaymiz-da o'zimizga. Shuning uchun ham mana shunaqa majburlashda, dori berishga, majburlashda, unaqa qilishga, chunki qo'rqamiz. Vdруг men qilgan harakatim xato bo'lib qolsa-chi deb. Men ichimda o'sha birinchidan vaksinalar haqida rosa ko'p kitoblar o'qiganman, informatsiyalar olganman, vaksinasiz yashagan ayollar bilan gaplashganman, keyin olmaganman. Lekin bu meni qarorim bo'lgan. Meni doktor so'rashgan, mas'uliyatni olasanmi? Shuning uchun men ayollarga hech qachon qo'rqayotgan ayollarga vaksina olmanglar yoki olinglar demayman. Hamma ayol o'ziga ishongan bo'lsa, o'zi qaror qabul qiladi hayoti uchun. Chunki o'ziga ishongan inson lekin tug'ruq o'ziga ishonishi rosa mana shu qizimni o'zim tuqqanim, doktorlar rosa o'zim tanamga ishonch, Xudoga ishonchim oshib ketgan. Tak. Endi toksikoz haqida savolinglar qolmagan bo'lsa, homiladorlik marafoni polniy bepul 5 kun sizlarga 5 ta tema bo'yicha dars o'taman. Bugun toksikoz haqida dars o'tdim. Shunaqa qisqa lo'nda qilib o'taman. Lekin savol bersanglar bo'ladi. Savol qolmadi. Zo'r tushundinglarmi? Toksikozni zo'r tushundim deb yozib olinglar unda. Keyingi temaga o'tamiz. Homiladorlik travmalariga o'tamiz keyin. Hozir qayerda yashaysiz? Savol qolmadi. Malatsi, zo'r demak. Anaqa qilsizlar. To'g'rilaydi. Qaranglar, o'zi bola ikkita holatda travma oladi. Asosiy travmalar tug'ruqda bo'lsa, lekin qaysidir travmalar homiladorlikda bo'ladi. Krivasheyalik, keyin gipoksiya, yana anaqasi gematoma. Shularni asosiysi tug'ruqda bo'ladi. 90% ayollarda bunaqa travmalar bo'ladi, bolasiga berib qo'yadi. 90% ayollarda bunga xavotir olmanglar. Shuning uchun hamma nevropatolog yuradi. Homiladorlikda ham travma bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda qanaqa travma? Masalan, qaranglar, men o'zim shunaqa travma berib qo'yganman homiladorlikda. Shuning uchun sizlarga ham qaytarilmasligi uchun sizlarga bo'lishaman.
Man homiladorlik kursini o'tganman-da. Dars o'tganman. Rosa ko'p dars man aytaman, 7 yildan beri dars o'taman, onlayn darslar. O'shanda psixologik sayohatlarga ochilish, chunki biz oilaviy полный necha yillik sayohatchimiz. Hozir sayohatlardan charchab Toshkentda dam olyapmiz. Уже вообще sayohatga chiqqim kelmay qolgan. Shunchalar to'ydirganmiz. Sayohatlarga ochilish darsini o'tganimda bolamga travma berib qo'yaman. Qanaqa? Qaranglar, tikuvchilikda ham qadalib qoladi bolangni, o'tirma, tikish mumkin emas deyshadi-yu. Bu bekorga emas ekan. Man qayerdan bilganman travmaligini? Man tug'ilgandan keyin bu osteopatga olib borganman. O'zimni olib borganman. Osteopat bu doktor emas, uchi taningizdagi fastsiyalarni to'g'irlab, qanaqadir ham energetik, ham tanani bunday to'g'irlab qo'yadi qo'llari bilan. Xuddi tabibga o'xshagan deyishingiz mumkin. Balida bitta qimmat, eng mashhur osteopatlardan biri bor. Natali degan fransiyalik ayol edi. O'shanga borganman. U aytgan, meni ko'rib qo'yganda, meni полный to'g'irlagan. Birinchi, ikkinchi farzandimda ham travmalar bo'lgan ekan, anaqadan. Tug'ruq travmalaring bor ekan, полный anaqalaring, organlaring tushib ketgan ekan deb hammasini tepaga qilib qo'ygan. Kstati, tug'ruqda biz tug'ruqdan keyin tiklansak, noto'g'ri tiklansak ham shunaqa travmalar bo'ladi. Полный qo'lini uzr endi podrobностьlar uchun to'g'irlab, prям rosa men yengil bo'lganman o'shandan keyin. Farzandim ham ko'rib qo'ygan. Keyin farzandimni ko'rib aytgan, u anaqada homiladorlik paytida sen ko'p o'tirganmiding? Ha, men dars o'taman, onlayn darslar o'taman deganda, вообще mumkin emas. Homilador ayol ko'p yurish kerak yoki yotish kerak, ko'p o'tirishi mumkin emas uzoq vaqt. Chunki bola masalan, bunday yotadi-yu, mana shunday qadalib qoladi-da, menda bo'ynida krivosheya bo'lgan. Chunki bitta tarafdan faqat emardi-da, hayron qolardim. Tug'ruqda bo'ldimi? Yo'q, bu tug'ruqda bo'lmagan, homiladorlikda qilgansan, tug'ruqing zo'r o'tgan degan. Homiladorlikda shuning uchun asosiy travma bermaslik uchun siz mana shunaqa uzoq o'tiradigan ishlaringizni kamaytiring. Masalan, 15 minut o'tirdingizmi, o'sha turib, almashib, poza almashib, yurib kelib, keyin yana o'tirish mumkin. Постоянно mana shunaqa o'tirganda, mana bu anaqa son bor-ku, tos deydimi? O'sha yerga bolani boshi mana shunda anaqa bo'lib qoladi-da. Qotib qoladi. Bu imенно katta sroklarda ayniqsa bilinadi. Katta srokda o'sha joy qolmaydi-ku ichingizda. Men aynan katta srokumda tug'ruqni oxirigacha dars o'tganman-da. Qushdek yengil homiladorman degan kursim bor. O'shani oxirgi darsini o'tganman, ertasi kuni tug'ganman. Chunki ichimda yengil bo'lganman deb bo'ldi, ayollarga yordam berdim, o'rgatdim. Ertasi kuni o'sha yengil bo'lganman. Lekin bu meni xatoyim bo'lgan. Men buni bilmaganman. Men o'ylaganman, bu oddiy narsa, mazza qilaman, главное, lekin agar siz onlayn darslar o'tsangiz, shunaqa bo'lsa, turib lutcha o'tish kerak. Masalan, turib dars o'tsa bo'ladi-ku, bemalol. Turib, o'tirib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tabiiy saqlanish kursingiz kerak edi. Tabiiy saqlanish kursim hozir qabul yopiq. Unga faqat qabul ochilgandan keyin 30 tami ayolni tanlab olaman. Hammaga emas, chunki u sifatli o'tiladigan kursda, juda ham jiddiy kurs. Uni yaxshilab o'rganib, zo'r o'rganib olishingiz kerak. Uni har doim qabulni balki ochaman. Balki oktyabr, balki sentyabr oxirida ko'ramiz. Siz adminga nomeringizni qoldiring. Tabiiy saqlanish uchun nomerim yozib qo'ying deb, o'shanda balki anaqa xabar beramiz ochilsa. Meni kurslarimga har doim kirib bo'lmaydi. Faqatgina mana shunaqa bir haftaga ochaman. Nechta odam yig'ilsa yig'aman, o'sha ayolga sifatli o'rgataman. Masalan, tabiiy oson tug'ruqqa ham уже 13 shu juma kuni yopiladi sotuvlar, qabullar yopiladi. Уже xohlasangiz ham kirolmaysiz. Chunki kuratorlar 3 ta o'qituvchim bor, oson tuqqan ayollar, o'shalar har biringizga individual tushuntirishadi, yordam berishadi tushunmagan joylaringizni. Tak, 4 infeksiya bor. Anaqa bo'yicha bormi yana? Nima travma bo'yicha asosiy homiladorlikda beradigan travmalar mana shu. Ko'p ayollar mana shunaqa ko'p o'tirib qo'yganidan berib qo'yadi. Ikkinchi travma bu ruhiy travma. Shunga o'tamiz hozir.
ruhiy travma nima degani? Psixologik travma. Bola qornindaligimizda hamda 3 yoshgacha o'zini ona bilan bitta deb o'ylaydi. Onani holati bilan bolani holati bitta. Unda masalan siz ichida quvonch his qilyapsiz, u ham xuddi shu quvonchni his qiladi. Даже sizdan kuchliroq his qiladi, chunki u sof. Masalan, bizni hislarimiz yopiq-ku, ko'p ayollarda o'ziga his qilishga ham ruxsat bermaydi. Na quvonchni, na og'riqni his qiladi. Bolalar hamma narsani chuqur his qila oladi. Jahl his qilyapsizmi, u ham chuqur his qiladi. Ayol kishi aynan tonus paytida, tonus nimaga bo'ladi? O'zi tonus tabiiy deyishadi. Qaysidir ma'noda tonus tabiiy, lekin doimiy tonus bu tabiiy emas. Ayollarda doimiy bachadoni qattiq bo'lib turadi. Nimaga? Chunki uni o'zida doimiy ruhiy bosim deb turadi. O'ylang, bola ham mana shunaqa siqilib olgan bo'ladi. Masalan, yaqinda eksperiment qilishdi-da, onani uzi qilishyapti-da, ona kulyapti, bola ham kulyapti. Ona jahl qilyapti-da, eri bilan urushyapti, bola ham jahl qilib, deb oyoqlari bilan uryapti, yomon his qilyapti o'zi. Onam anaqa hazil qilsa, to есть bola bilan ona bitta 3 yoshdan keyin u uzilishni boshlaydi. 18 yoshda polniy uziladi. Hammada emas, uni uzilishi kerak 18 yoshgacha bola onadan polniy uzilib, yetuk shaxs bo'lish kerak-da. Lekin onalar mana shu homiladorlikda mazza qilib, o'zi xohlagan narsalarni qilib, o'ziga ruxsat berib, to'g'ri, qaynona, eri bo'lishi mumkin, lekin shu dunyoda ham, shu hozirgi olamida ham o'ziga qaysidir mazza qiladigan mashg'ulotlar topib, qiziqishlarini rivojlantirib yurishi shart. Agar yurmasa, to mana shunaqa har xil ruhiy asablik sababli tonus, lekin tonusi jismoniy ham sababi bo'lishi mumkin. Jismoniy sababi deganda bu juda ham o'zini ayamaydigan, jismonan o'zini charchatib qo'yadigan, o'zini tanasini his qilmaydigan, tanasi charchasa ham davay dalshi, san zo'r, hamma seni hurmat qilish kerak, san zo'r kelin unvoniga erishishing kerak. Qaynonang senga yomon so'z gaplashish kerak emas deb o'zini his qilmasdan zo'riqtiradigan insonlarda ham tonus bo'ladi. Lekin asosiy bachadon, masalan, даже o'zimizda ham bachadoningizni his qilib ko'ring. Любой ayol, даже homilador bo'lmasangiz ham просто yomon narsani o'ylang. Voy, nima bu narsam amalga oshmayapti deb noling. Srazu ushingiz qattiq bo'ladi. To есть bachadon rosa nozik organimizda bizani kayfiyatimizga, holatimizga juda ham bog'liq. Nimaga masalan sportsmen ayollarda yoki mana bu biznesga kirib ketgan ayollarda agar eshitgan bo'lsangiz, ularda ayollik organlari bilan kasalliklar paydo bo'ladi. Nega deb o'ylaysiz? Javob bering. Mana bitta anaqa bor, bloger bordi. Rosalgan muvaffaqiyatli bloger, lekin rosa o'zini davay, bunga erishishing kerak, unga erishishing kerak qiynaydi-da. Ruhiy ham har doim manda cho'tta kista paydo bo'ldi, cho'tta manda mioma paydo bo'ldi deb mana shunaqa narsalarni ko'rsatadi-da. Nimaga yoki biznes ayollarida nimaga unaqa deb o'ylaysizlar? Chunki rahmat, Alloh rozi bo'lsin, bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Roziman. Razrif bilan tuqqanman. Vrachlar tikkani qotib ketgan choklarim hozirgacha og'riydi. Keyingi farzandimni o'zim tug'a olarmikanman? Razrif bo'lmasmikan? Endi razrifingizni avvalo ko'rdinglar, mana shunaqa asoratlarni oladigan kursga bemalol qo'shilinglar, ayollar, o'zingizga ayamanglar. Chunki meni bilimlarim bilan birinchi farzandi bo'lsa ham razrifsiz tug'ishyapti ucheniklarim, mijozlarim. Shu yerda video turibdi deb baroda. Ko'ring, shu yerda 22 yoshli yosh qiz yarapot farzandim umuman razriflarsiz mazza qilib tug'dim, deyapti-da. Chunki siz bularni
og'rig'iga butun umr chidagandan ko'ra bilim bir marta to'lovini qilish kerak. Menga ko'proq psixologik qiynaldim. Ya'ni aytdim, asosiy travma bu kam harakatlik travmasi bo'lsa, yana kam harakat qilsangiz kislorod yaxshi aylanmaydi homiladorlikda. Bolangizda ham kislorodniy голодание, gipoksiya bo'ladi. Kam harakat homiladorlikda. Bu degani borib yugurib sport bilan shug'ullaning degani emas. Yo'q, prosta borib qachab aylanib keling ko'chada. 1 soat bo'lsa ham. Uyingizda mazza qilib qanaqadir ham uylarni yig'ishtiring. То есть har kuni sizga harakat juda ham zarur. Chunki qoningiz quyilashib ketadi. Qon bizani asosiy transportirovka qiladi. То есть qon orqali bola kislorod oladi. Faqat qon orqali. Agar ayolning qoni yaxshi yurmasa, u kam harakat, bu ham gipoksiya bo'ladi-da. Aynan homilador ko'plar tug'ruqdagi travmalardan qo'rqadi. Homiladorlikda ham ko'p travmalar tushiradi. Mashalloh. Zo'riqish ko'p bo'lsa o'zini ayamaydigan ayollar. Menda 20 hafta homiladorlik gepatit C bor. Nima qilsa bo'ladi? Tak, bugungi mavzularimiz asosan tugadi. Bugun asosiy toksikozni asosiy sababini, qanday yordam berishni o'rgatdim. Shuningdek, homiladorlikdagi ikkita asosiy travma va ularni oldini olish usuli bilan o'rgatdim. Молодец. Har birimizga. Endi men sizlarga oson tug'ruq kursim haqida gapirib bermoqchiman. Menda Balida yozgan, imенно tug'ib, lazzatda maza qilib tug'ib, hayron qolganman. Vau, Alloh buyuk deganman. Bizani ayollarni qiynalish kerak, azob bo'lish kerak deydi, jabr deydi ayollar. Xudo bizani rosa yaxshi ko'radi. Da, rosa kuchli jarayonlar bo'ladi, lekin ularni oson o'tkazish yo'llarini ham bergan. Kasal berib, shifo ham bergan. O'sha hammasini 1 oylik kursimda o'rgatganman. Nima qilsa razriv bo'lmaydi, nima qilsa qo'rquv ketadi, qo'rquvlarni ketqizish, tug'ruqqa bo'lgan munosabatingiz, chet eldan olgan $20,000 8 yil davomida men hisoblab chiqdimda, $20,000 bilimga pul sarflabman-da. Boshqa hamma bilimlarimni oson shunaqa tug'ruq bo'yicha kursga ichiga jamlaganman. Siz o'sha $20,000 dan 100 barobar kam to'lab, 1000 barobar, lekin o'sha bilimlarimni eng qiymog'ini olasizlar-da. Qanaqa u yerda kursimda nimalar bor? Birinchidan, birinchi modulda tug'ruqqa tayyorlanish intensiv darslarni olasiz. Unda общий 5 ta darsda siz oson tug'ish polni o'rgatganman. Nimalar qilish, tug'ruq bo'yicha bilimlaringiz oshiriladi. Ko'pchilik tug'ruq jarayoni necha minut davom etadi. O'shalarni shunaqa oson tilda o'rgatganman. O'sha boshidagi darslarni o'rganib ham 100% uverenni bo'lasiz. Undan keyin esa biz chuqurlashamiz. Tug'ruq bo'yicha qo'rquvlar bilan ishlaydigan kursim boshlanadi. U yerda turmush o'rtog'im coach, ular men bilan birgalikda yonimda bo'lganlar tug'ruq davomida va tug'ruq bilan bog'liq hamma qo'rquvlarni yechish bitta darsini o'tib berganlar. Shuningdek, o'zim u kursim mo'jizaviy tug'ruq deyiladi. Uni Balida yozganman. Unda tug'ib bo'lib, srazu 1,5 oylik chaqalog'imni olib, u bilan birga svejiy bo'lganda bo'ladi. Men tug'dim qizlar, shunaqa maza qildim deb shunaqa o'tganman. U yerda ham 8 dars. Undan keyin yana 8 darsda homiladorlik dorilarsiz o'tkazish. Umuman doktorlarsiz tekshiruvlar, ortiqcha tekshiruvlarga bormasdan, ortiqcha pulingiz вообще ketmaydi. Ko'p narsalarga pul ketkizib qo'yadi ayollar. Kerak emas vitaminlarga, masalan, elevit вообще kerak emas narsa. Naburd zarar, qaytanga allergiya qo'zg'atadi elevit. Hammaga yozadi lekin. Chunki marketingoviy xod bu. Elevit chunki juda ham qimmat anaqa. Boy, to есть hamma joyda reklamasini qilib, uni o'rniga nima aytish kerak? Keyin homiladorlikda qanaqa mashqlar qilsa tug'ruq oson kechadi, yo'llar ochiladi. Keyin молочница, xullas mana shu u qushdagi yengil homilador. Masalan, bugun 5 kun davomida ham zo'r ma'lumotlar beraman. Har kuni sizlarga kichkina mavzular beraman. Lekin u yoqda siz psixologik o'zgarasiz. Psixologik o'zgarasiz deganim yangi insonga aylanasiz. Qimmat deb yoshadi. Bir xil ayol, men tushunaman, kimdir uchun bu qimmat. Lekin o'ylang,
undan ketadigan qancha choklaringiz og'rishi, ularni davolatish, keyin nevropatolog qatnash, shuncha vaqtingiz, bolangizni sog'lig'i, shu hammasini oldini oladigan sizga soppa-sog' farzand sog'lig'ingiz bundan shunga arziydi-yu. Sizni sog'lig'ingiz, farzand sog'lig'ingiz bo'lsa, 100 million keladi hayotingizga, to'g'rimi? Shuning uchun ham yana VIP tarifim bor. VIP tarifimda siz polniy o'zimga dostуп olasiz. Ya'ni premium tarifda 1 oy davomida 3 ta o'qituvchim, oson tuqqan, meni kurslarimni bitirgan, o'zim tanlab olgan o'qituvchilarim sizlarga yordam berishadi. Kurs darslarini tushuna olmasangiz, sevgida javob berib, tushunmagan joylaringizga yordam berib, kurs sizlarga 6 oy davomida qoladi. VIPda esa 1 yilda qoladi. VIP tarifda siz har kuni men bilan gaplasha olasiz. Hamma любой savolingiz bo'lsa, shu savollaringizni bera olasiz. 1 oy davomida, как 1 oylik menga coachingdek gap. Shuningdek, masalan, raddomga borsangiz ham, поддержка olish uchun Diyora opa, menga поддержка berib yuboring deb, albatta kechasi 2 da emas, kunduzi bo'lsa, yoki bir kun oldin ertaga tug'moqchiman Diyora opa, ertaga tug'adiganga his qilyapman, menga yordam berib yuboring, menga men ularni полный tug'ruq qanaqa osonligini, nimalar qilish kerakligini поддержка berib, qo'lidan olib o'tkazishga yordam beraman. Bu VIP tarif. VIP tarifda siz $300 konsultatsiya olasiz. Yana men bilan har kuni gaplashasiz. Xullas, bu agar siz bu bilimlarda cho'milgisi kelayotgan bo'lsa va ekspert bo'lgisi kelayotgan bo'lsa, menga o'xshab, endi chuqurlashibdi, to VIPga kirishingiz mumkin. Men hozir homilador emasman, lekin tayyorlanib kutyapman. Shu kursda homilador bo'lmasam ham o'qib yursam bo'ladimi? Bo'ladi, chunki men qachon yana ochaman bu kursimni. Chunki meni hozir spiralsiz tabiiy saqlanish, spiralsiz hayot, tabiiy saqlanish kursimni kutishyapti. Keyin tabiiy onalik kursimni kutishyapti mijozlarim. Bilmayman-da bu kursimni yana qachon ochaman. Shuning uchun bemalol mumkin, chunki siz hozirdan psixologik o'zgarasiz. Hozirdan hayotga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Erta tug'ilib qolish bo'lmaydimi? 32 haftada men homiladorlikda bergan mashqlarim juda ham zo'r, oson mashqlar. Ularda umuman tug'ilib qolish mumkin emas, imkonsiz. Ular nabarot bolangizni kislorod bilan ta'minlaydi, bolangizni sog'lom qiladigan mashqlar berganman. Kurs ichida ular bor. Ulardan kislorod oladi bolangiz. Nabarot homiladorlik travmalarini oldini oladigan mashqlar. Kun davomida 5 minut, 10 minut davomida qilib yursangiz, farzandingiz ichida mazza qilib yuradi-da. Men tabiiy saqlanish kursingizni sotib olganman, qo'llayapman mazza qilib hayotimda. Men tushunib oldim, 6-kartami boshlandim. Spiral yoqmasdi. Kelajakda bu kursingizni ham sotib olaman, nasib bo'lsa Hayotxon. Mana o'sha mazza qilib, qaranglar, gormonlarsiz, dorilarsiz saqlanib yurishibdi qizlar. Keyin qachon ochiladi yangidan kurslar? Har 2 oy men yoki har oy yoki har 2 oy har xil kurslar ochaman. Faqat bir haftaga ochaman. Ayollarni yig'aman, iflos qilgan ayollarni va ularga ad-dushi mazza qilib o'rgatamiz. Keyingi kurs yoki tabiiy onalik bo'ladi yoki tabiiy saqlanish bo'ladi. Hozir o'ylanyapman, qaysi birini qilsam ekan. Chunki tabiiy onalik, doktorlarsiz, dorilarsiz, antibiotiklarsiz mazza qilib va qiynalmaganman deyman bolalarimda. 1 so'm pul ketmagan dorilarga, doktorlarga. Bu psixologik bilimlar ham. Agar bolangizda bosim bo'lmasa, bolangizni boricha qabul qila olsangiz, oilada bosim bo'lmasa, bunaqa bolalar kasal bo'lmaydi. Agar psixik tayyor bo'lsangiz, og'riqni bilmay tursangiz, bola ichimizda qolib ketmaydimi? Voy, assalom Fotima. Siz bolani shunaqa zo'r his qilishni o'rganasiz kursimda. Siz bolani his qilib tug'ib olasiz. Ichingizdan his qilib. Saqlanish kursi kerak, tabiiy saqlanish kursi kerak, tabiiy onalik juda kerak. Shu men hozir qalbimdan so'rayapman, qaysini boshlaydi?
shu kanalda bo'lib turinglar, e'lon qilaman. Sizni Koreyada turib eshityapman, mazza qilib qanaqadir odamni o'ziga tortib oladigan magnetingiz bor ekan. Sizni yaxshi ko'rib qoldim. Rahmat katta. Rahmat. Opa guruhda tanishlarni ko'risha olmayapman. Men sizlarga akt beraman. Tanishlarni ko'rish uchun hozir kanalning linkini beraman. Hammaga yuboringlar, hamma homiladorlikka. Chunki mana bugungi oddiy ikkita ma'lumotni bilsa ham, уже bolalar travmasiz homiladorlikka o'tkazadi. Mani asosiy kuchli tarafim shu, ya'ni homiladorlik tug'ruq kurslarini o'tganimda qanday bu davrni dorilarsiz o'tkazish mumkin, tabiiy o'tkazish mumkin, doktorlarga ehtiyoji tushmasdan tabiiy saqlanish kursim ham xuddi shunaqada. Ya'ni chunki ayol bemalol dorilardan chiqib keta oladi, faqat bilim yetishmaydi. Men bu bilimlarni 8 yil davomida, bu yerda rosa katta bilimlar. Hozir nimadir o'rgating desiz ham, deymanda, qaysi biridan boshlaydi deymanda. Chunki katta ayol kishilar qachon siz o'zgarasiz? Bilim bilganingizda emas. Siz shu bilimlar orqali mana shu miyangiz o'zgarib ketishi kerak. Yangi insonga aylansangiz, shunda hayotingiz o'zgaradi. Mana 3 intensivga yozildi deb bitta qiz yorib, men bugun yerda tug'aman, 1 oylik kursingizda ulgurmayman, faqatgina o'sha eng asosiy darslarni ochib bering deb o'sha intensivni ochib berdim. Voy, ertadan kech uxlayotganimda ham eshitdim deyapti-da, chunki bo'lmasa men 2 kun oldin tanibdi o'sha ayol. 100% o'zgardim Jarapo deyapti. Miyamda o'zgardim. Tug'ruqqa bo'lgan munosabatim o'zgardi. Xatolarimni tushunib oldim. Chunki ayollar kursimda qaysidir bilimlarni bilib olish uchun emas, 100% o'zgarish uchun yozilishingiz kerak. Siz o'zgarsangiz, men aytaman, birinchi marta men o'sha ayolni uchratganimda, men antibiotik dorilarsiz yashaymiz, oilaviy bolalarim umuman kasal bo'lmaydi deganda, voy deganman, lekin men u narsani boshda qo'llamaganman, chunki u ayol daka ongim o'zgarish kerak edi. Keyin o'sha ayolning kurslarida o'qiganman. Shunaqa tabiiy onalik kursi bor edi. Bolalarni dorilarsiz katta qilish, urishmasdan katta qilish. Undan keyin уже miyam polniy o'zgargan. Voy, shunaqami? Men boshqacha o'ylardim hayot haqida. Miyam o'zgarganmi? Umuman yengil, oson qarash boshlaganman. Kasalliklarga, dorilarga, doktorlarga vaqti boshqacha qarash boshlaganman. Bunaqa qarash uchun siz har kuni bu bilimlarni mazza qilib eshitishingiz kerak. Shuning uchun ixlos qilsangiz, mana mazza qilib eshitayotgan bo'lsangiz, kursni ham mazza qilib eshita olasiz. Agar hozir mazza qilib eshitmasangiz, mana kursni eshita olasiz. Chunki ixlos qilganlar faqat oson deymanda. Men uchun menda son muhim emas. Men uchun har bitta ayol natija olishi, million bilasizmi, ko'pchilik aytadi, ayavaman o'zimga pul deydi, lekin siz o'zingizga ayaysiz, farzandingizga ayamang deyman. Farzandingizga pul ayamang deyman. Bu bilimlar sizga garantiya beraman deymanda. Bu bilimlar agar rostdan mazza qilib eshitsangiz, har kuni katta yaxshiliklar olib keladi sizga. Farzandingiz sog'lom bo'ladi, o'zingizni. Chunki kurslarda faqatgina tug'ruqqa o'rgatmaganman. Polniy o'zimdagi ko'p bilimlarimni she'dira berganman-da. Bolani qanaqa tabiiy katta qilish, ularni ham qisman savol javoblar o'tganimizda hammasini tushuntirganman, o'rgatganman. Shunaqa menda saxiylik bor. Tak, o'zi ko'p gaplashib, hamma reels, hamma videolaringizni ko'rib chiqdim. Shuni o'zida ham qancha narsa olgandim. Eng muhim, xotirjam bo'ldim, yengil qarash boshladim. Uyda tug'ganingizga qoyil qoldim. Rahmat. Kursning hamma tariflaridagi bilimlar bir xilmi? Kuratorlikda farqi yo'q. Qarang, intensivda faqat tug'ruqqa tayyorlanish. Faqat. Premiumda ham homiladorlik, ham tug'ruqqa tayyorlanish, ham ozgina tiklanish. Bitta dars tiklanish. Tug'ruqdan keyin to'g'ri tiklanish. Chunki noto'g'ri tiklansangiz butun umr или bel og'riq, grijja, опущение matki, bachadan tushishi, bular rosa qimmatli operatsiyalari. Lutchi bilim olib, hozirdan sog'lig'ingizni, kelajakdagi sog'lig'ingizni uchun investitsiya qilib qo'ying. Keyin necha ming dollarga keyin operatsiya qilishyapti deb bilan ko'tarish uchun. Lutchi hozirdan o'zingiz uchun yengil kelajakni yarating. Har doim men o'ylayman, o'sha 12 yil oldin men rosa ko'p pul investitsiya qilganman o'sha bilimlarga. Kelajakda hozir o'zimni sog'lom his qilish uchun investitsiya bo'lgan. Mana hozir 12 yil o'tdi. Menda mana shunaqa ginekologik hech qanaqa muammo bo'lmadi, hech qanaqa
bolalarim hamda anaqa, masalan, kichkina qizim soppa-sog' tug'ildi, hech qanaqa travmalar olmadi. Chunki man bilim olganingizda, hayotingizda qo'llaganingizda siz 100 yilga даже investitsiya qilasizda, 100 yillik sog'liq sotayotgan bo'lasiz. Chunki siz nafaqat o'zingizni, farzandlaringizga ham bu bilimlarni o'rgatasiz, qizingizga ham gapirib berasiz, bolam, to'g'ri, aslida oson, manda anaqa bo'lgan ekan. Demak, qizingiz ham уже shu programmani oladida, bu katta investitsiya. Bu butun hayotingizni yengil qilish. Homilador bo'lish uchun ham dars o'tasizmi? Tabiiy gormonlarsiz homilador bo'lish darsim borda. Xullas, tabiiylik bo'yicha kurslar o'taman, lekin ichida psixologiya juda kuchli bo'ladi. Chunki psixologik bilimlarsiz siz natija ololmaysiz. Chunki asosiy hamma kasalliklarning ildizi bizning ruhiyatimizda, ongimizda. Umuman kasalliklardan chiqib ketish mumkin. Bu hayotda shunaqa yashash mumkinki, kasallik ongidan chiqib ketish mumkin. Kasallik ongidan chiqib ketish deyiladi bu. VIP tarif bu xuddi premiumdagi bilimlar beriladi, lekin VIP tarifda siz men bilan shaxsiy 1 oylik shogirdlikka tushasiz. 1 oy menda o'sha anaqamiz bo'ladi, o'zimiz guruhimiz bo'ladi, savollaringizni berishingiz mumkin. Jonli uchrashamiz, agar jonli kela olsangiz, kimdir boshqa chet elda, chet davlatda bo'lsa kela olmaydi, unda onlayn. Keyin tug'ishingizdan oldin menga telefon qilib oq fotihamni olib konsultatsiya olishingiz mumkin. Bu вообще zo'r imkoniyat, chunki o'zimda 1 oy coachingim $3000 turadi. Yangi yarasha VIP tarifda o'qish kerak ekan. Hammaga tilayman, agar siz xohlasangiz, sizga o'sha pul keladi, chunki u pul baribir ketib qoladi. Dorilarga ketib qoladi, qanaqadir kerak emas narsalarga ketib qoladi o'sha pul. Tushunasizmi? Doktorlarning tug'ruq vaqtidagi muomalasi. Mana shu bo'yicha ham bilim berganman kursimda. Qanaqa qilib doktorlar bilan sevgi aurasini yaratish больницada. Tak. Rahmat Gulshonay, sizga ham. Rahmat, mazza qildim, tuqqalarim kelib ketdi. $1 bilimlar berildi deb yozibdi Gulshanoy. Mana o'zi minnatdor inson, shukronalikdagi insonlar russalik ham ko'p narsa ola oladi hayotda, lekin noluvchi insonlarda hech narsa kirmaydi. Даже bilim bersangiz ham ular eshitmaydi. Chunki noluvchi inson har doim unga yetishmovchilik ongida bo'ladi, unga даже zo'r bilimlar bersangiz ham ola olmaysiz. Chunki shukronalik yo'q. Shukrona qalb ochuv bo'ladi. Shuning uchun hamma yoqdan sevgi ola oladi. Talabkor, o'shaqa noluvchi inson esa qancha xohlamasangiz ola olmaysiz shunaqa. Faqat atrofda yomonlik ko'raveradi, shuning uchun yaxshilik ola olmaydi unaqa odam. Shuning uchun ishlang o'zingiz bilan. Shukronalik ongiga o'tishga yordam beraman. Efirlarimda qatnashinglar, shu energiyaga ulanasizlar. Rahmat, mazza qilib eshitdim, Gulnoza. Nechta odam qoldi? 100 odam. Rahmat har biringizga, oxirgacha o'tirganingizga. Ta'zim mashqlariga qanday qaraysiz? Homiladorlikda mumkinmi? Qanaqaligiga bog'liq ta'zim mashqlari mumkinlari bor, mumkin emaslari bor. Men Lazzat tug'ruq kursimda homiladorlik modulida imенно mumkinlarini o'rgatganman. Ochadiganlari, kislorod bilan to'yintiradiganlari, matkani kuchli, yumshoq qiladiganlarini o'rgatganman-da. Qaysi turlari mumkin emas lekin. Mazza qilib ishoning, rahmat, qayta rahmat aytsam ham rahmat aytib ketavermayman. Gulshanoy, qalbingiz rosa ochiq ekan sizni. Shuning uchun ichingizga energiya quyilib kelyapti. Nima gapirsam ham energiya olasizda, shunaqa bo'lib qoladi. Agar siz minnatdor bo'lib rahmat aytursangiz, hamma yoqdan energiya olasiz. Hamma joydan. Даже kimdir sizga yomonlik qilib ketsangiz ham o'sha yomonligidan ham hikmat olib kuchayib ketasiz-da. Shuning uchun ham qalbingiz ochiq ekan. Qizlar, rahmat har biringizga qatnashganingizga, sizlarni yaxshi ko'raman. Ertaga soat 3 da ko'rishguncha.